Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasiniki ko'rmanlari hammalarniki mushu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, qanday yaxshimi? Rahmatullah. Xudoga shukr. Bidoyi qandishimiz yaxshi tug'anda. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizniki cho'ng temasi mavzusi haq va botil. Buningda biz endi nimani haq deymiz? O nereden keladi? Haqning o'lchimi qandoq belgilanadi? Nahaqchilik nimaga tayindi? Haq qo'llanishga muhtojmi? Haq bilan kuchning munosabati qandoq? Nahaqchilikning manbasi nima? Uni hal qilishning chorasi nima? Haq va botil degan hukmlar din nuqtasidan, ya'ni bizning Qur'on markazlik din nuqtasidan qandoq ma'nolarga ega, botillarning sifati, alomati, natijasi va oqibati qandoq bo'ladi? Nima uchun haq bilan botil orasida tanlashga muhtoj bo'lamiz? Haq bilan botil masalasida bizning qandoq majburiyatlarimiz, mas'uliyatlarimiz bor? Uni ado qilishga kuchimiz yetmas uchun mas'uliyat nuqtasidan qochqili bo'lmaydigan taraflari qaysilar degandek, shundoq savollar tariqasida shu haq va botil degan temani bizga bir Qur'ondan nazar tashlab, bizga bir ochiqlab bergan bo'lsalar, ustoz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning qaysi joylari hurmatli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bu o'zi ko'p tarafga chetildigan, uning manbasi ko'p o'zi tarafdan keladigan shunday bir mavzu, haq va botil masalasi. Endi bu nimada programmada buni tamamen hamma tarafdan so'zlab bo'lish biroz qiyin. Buniki asosli prinsiplarini o'tirib qo'ysak, har inson o'ziniki har sohadagi qilgan ishi qarta o'ziniki shu tushunchasiga asoslanib turib, o'zini qilayotgan ishi, qilgan gap shuning o'zini shu Qur'on ko'rsatgan o'zi usulda o'lchib olsa, o'zi qaysi yo'lda menib o'tibdi, qaysi narsani tutib o'tibdi, haq tarafda turib o'tibdimi yoki botil tarafda turib o'tibdimi deganga o'xshash shunda o'zi har odam Qur'ondagi shu prinsipni sevib turib, o'ziniki maydonini va qilgan ish so'z harakatlarini o'zini e'tiqodini shu o'lcham bo'yicha o'lchib olsa bo'ladi endi. O'zida endi haq, haqiqat degan shunday o'z nurg'un nimalar bor endi bu lug'at kitoblarda. Endi haq degan so'zni asosan Qur'oni Karimda bir narsaga eng muvofiq berilgan javob yoki eng muvofiq shu qilgan ish yoki harakatlarga eng muvofiq holatda kelgan bir natija. Ya'ni o'zi biz bir ishni qilgan bo'lsak, qanday qilsak mayli yo to'g'ri ishni qildik yoki xato ishni qildik, qilgan bo'lsak, oxirida bizniki erishgan natijamiz shu qilgan ishimizga eng to'g'ri kelgan bir natija bo'lib hisoblanadi. Natija bo'ladi. Buning o'zi haq bo'lgan bo'ladi degan bo'ldi. Qur'oni Karimda bu haqda nurg'unlagan oyatlar bor. Misol kofirlarni cehennem cin bilen insanların içinden şundaq o'zi kafir bo'lganlar bilan cehennem to'shqizma degan so'zim haq bo'ldi degan shundaq oyatlar bor Qur'onda. Bu qanday haq bo'ladi endi o'shani o'zi degan vaqtda shularning qilgan ishlarining hammasinin oxirgi natijasi cehennem kirishga
haqliq bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yig'ib aytgan vaqtida, shu lug'at ma'nosini aytgan vaqtida bir odam bir tijoratni qilib, uningda ziyon tortgan bo'lsa, u odam o'zi jamiyatni tekshirmay, o'ziniki qilgan ishiniki qanchalik to'g'ri qildi, qanchalik xato qildi, ashuni tekshirish kerak degan gap. Agar u shu yerda ziyon tortgan bo'lsa, u ziyon tortish mutlaqo u odamniki ishidagi xatolik bilan munosabatli degan bo'ldi. Şu Qur'onda o haq kelimesini Allah Taala bizga tasvirlagan vaqtida uni o'zimizniki qilgan ishiniki oxirgi xulosasi yoki natija sifatida mana sen ishingni to'g'ri qilding, bu to'g'ri ishniki natijasi mana mushu seniki o'zi qilgan ishingniki haq bo'lgan, eng muvofiq kelgan natija mana mushu deb uniki natijasini bayon qildiganligi. Yani Qur'oni Karim zaten bor. Yaxshi ish qilgan odamniki oxirgi natijasini Alloh taolo hisob qilib, bu odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, uniki oxirgi natija, uniki mangan yo'lniki to'g'ri bo'lganligini ifodalaydiganligi va u netijaniki shu odamning qilgan ishiga eng muvofiq holatda bir o'zi xulos sifatida qo'lga kelganligining o'zini bayon qildi. Qur'onda buningda nurg'unlagan oyatlar borki, men bek jiq olmadim. Chunki bu programmamiz adi burun 2 soatni eshib ketyapti. Amalning berchi 1 soat bo'lmasa 1,5 soatni oshirib degan umidim bor. Shuningga o'zimizni zerikib boshqa odamni zeriktirib deymizda. Baqara surasidagi 42-oyatida Estaizu billah ve la telbisul haqqa bil batili ve tektumul haqqa ve entum ta'lemun degan oyatlar. Yani şu Baqara surasidagi 121-oyatida ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi ve men yekfur bihi fe ulaikumul khasirun degan oyatlar var mesela. Bu haq deganni hamda alamat o'zi bir Allah Taala bunu bu Qur'onda bayon qilishda ajoyib hamda o'rnida bir inson hayron qoladigan darajada bunday bir o'rinda qo'ygan buni. Ya'ni haqni botil narsani yepib, u narsaning o'zini haq ko'rsatmanglar. Bilib turib deydi-da Alloh Taala. Shu botil ekanligini bilib turib, u botilning to'pisini haq qilib pardozlab, bizda bir gap bor. Tezekning ustini oltin bilan o'zi pardozlab, uning o'zini oltin ko'rsatish. Yoki bo'lmaydi, odatdagi bir xil maqol tamsildimi? Qo'riq ko'rsatib, o'pka sotadigan degan bir gap bo'ladi. Ashning qo'sh qiliqni qilmang degan bo'ldi. Bu yer nima degan vaqtda, uning oxirisi nima bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda, sizlar haqni botil bilan yepib, u vaqtda o'zi ishni ashundaq o'zi xato etmangan vaqtingizda uning oxirisi o'zingning ziyon tortishi bilan xulosalandi. U vaqtda nima bo'ldi desa, u haqdan og'rinmay yoki xudodan og'rinmay, o'zingniki qilgan ishni ichidagi hilimikir yoki yolg'onchilik, kazzoblikning o'zini tekshirang degan bo'ldi. Ya'ni Qur'onda boshqa bir oyatlar bor, sizlar o'zi haqning ustida, to'g'rining ustida bo'lgan muddatning ichida botil yo'lda ketayotganlar sizlarga ziyon yetkazolmaydi degan sura Nurda shunday bir oyat bor. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'l haq yo'l. Haq yo'lda ketayotgan insonlar o'ziniki to'g'ri yo'lda ketayotganligini his qilgan vaqtida u botil yo'ldagi ketayotgan, xato yo'lda ketayotgan insonlar uningga ziyon yetkazolmaydiganligini, chunki yo'l to'g'ri bo'lsa, uningga hech qanday bir odam o'zi nima qilmagan. Bizda malqi bir gap bor-ku. Yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma degan bir gap bor-da. To'g'ri yo'ldan chiqmaslik, to'g'ri yo'lda mangandan keyin u odam har qanday bir odamdan qo'rqishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ma ikkinchi oyatning o'zidami ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi degan bir xulosa bor-da. Biz bergan kitobni, u kitobni niki haqqi bilan tilovat qilsa, o'qisa, u odam cho'qim uningga ishonadi deydi-da. Bu qandoq o'zi go'zal bir o'zi bir bizga keltirgan bir oyat deyman-da. Yani bir odam Qur'oni Karimni
haqiqiy shaklda ashning haqqini berib turib, bu nima degan bo'ldi desa, uning ichidagi ma'no, maqsadini yaxshi tushunib turib, ashundoq o'qisa, cho'qim u Qur'onga ishindi u odam deydi. Bu ajoyib endi bir oyatlarda misol. Ya'ni bir odam Qur'onning o'zini haqiqiy shaklda, uniki ma'no, maqsadlarini tushunishni maqsad qilib, har sohadan ashniki bir yer tushunamiz, yana bir yerni izlanib turib, ashundoq tushunish orqali o'qisa, u Qur'onda inson ishonmaydigan bir narsa aslo mumkin emas. Chunki bu haq bir so'z. Haq so'zniki yana bir tarafi nima degan vaqtda haq so'z degan bu kelima insoniyatniki amaliy ahvoliga uyg'un. İnsonniki amaliy hayotidagi problem yana o'z masalalarning o'zini hal qilish xususiyatiga ega. Bunda holatdagi bir narsani haq deymiz misol. Yana Qur'oni Karimda bir oyat bor, sura Isroda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan so'zning o'zi, jumlaning o'zi Qur'oni Karimni biz amaliyatning o'zini hal qilgan bir usul bilan tushundik. U Qur'oni Karim ham amaliyatga uyg'un tushdi deydi. Yani Alloh taolo deyapti, men uni amaliyatga uyg'un, insoniyatning hayotiga, butun o'z ish harakatlariga uyg'un holatda, shu masalaga uyg'un holatda tushundim. Shuning uchun u Qur'oni Karim nima qiladi desa, insoniyatniki amaliyatda bo'layotgan ishlarni hal qiladi. Shu hal qilish maqsadida tushundim deydi bu oyatning o'zida. Yani bu haq degan gapniki yana bir ma'nosi nima bo'ldi shu vaqtda butun o'zi amaliy, ya'ni mush amaliyatda jamiyat bo'layotgan ishlarga, amaliy ishlarga uyg'un keladigan narsaning o'zini haqiqat deb qaraydi Qur'on. Haqiqatan amaliyat bo'layotgan narsa degan gap. Bu amaliyat bo'layotgan narsa, mayli xato bo'layotgan narsa olsun, mayli to'g'ri bo'layotgan narsa olsun, u bo'lgan narsa amaliyat bo'layotgan narsa bo'ladi. Shu vaqtda to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning o'zi qanday bo'ldi desa, Alloh taolo nima u inson dunyoda yaxshi natijalarga erishadi. U to'g'ri qilgan ishniki haqqi yaxshi natijaga erishtirish bu oxirlashadi. Agar u xato bir ishni qilgan bo'lsa, u insonniki oldigan haqqi u yer nima, erishadigan haqqi nima degan vaqtda ziyon bilan, ya'ni ziyonga erishadi, ziyon bilan oxirlashadi u ish. Uning haq bo'lgan narsa, to'g'ri kelgan narsa ziyon degan gap. Uning uchun bu yerda haq borasida kelgan vaqtida masalan Qur'onda bu insonlarning jannat kirishi haq bo'ldi. Qur'onda nurg'un shunday oyatlar bor. Nima haq bo'ladi desa, u qilgan ishi jannat kirgidek bir holatdagi bir ishni qilganligi uchun u jannat kirish u odamning haqqi bo'lib hisoblanadigan gap. Yani bir yerda ko'rgan vaqtda biz o odamning o'zini Qur'on bayatini degani o'xshash, misol o odamniki biz mushu jin va insonlarning ichidan mushu odamlarga jannat, jahannamni to'shqizma degan so'zning o'zi haq bo'ldi deydi Alloh taolo. U nima degan bo'ldi desa, bu odamlarning qilgan ishining natijasiga jahannamni berish yoki bu odamni jahannamga selish bu u odamning haqqi bo'lib hisoblandi. Bundan biz nimani bilib olaymiz degan vaqtda qiyomat kunida Alloh taolo bizlarga jazolaydi, mukofotlaydi deb andaq Qur'ondagi masalan yaxshi ish qilgan odamlarni qiyomat kunida Alloh taolo jannatdan mukofotlaydi, yomon ish qilgan odamlarni jahannam bilan jazolaydi deymiz. Aslida bu jazo mukofot masalasi emas bu. Birinchi masala bu emas. U nima degan vaqtda bu odamlarning qilgan ishi to'g'ri bo'lganligi uchun u odamniki oldigan haqqi, erishilgan haqqi nima degan vaqtda jannat degan gap. U yana bir turli odamlarning qilgan ishi shunday yomon bo'lganligi uchun u odamlarning qilgan ishi degan vaqtda jahannam. U jahannam shu odamning haqqi bo'lgan gap. Qur'onniki mana shu haq, botil masalasi kelgan vaqtda mana Qur'on shunday xulosalaydi. O adam şu onun için kıyamet günü insanlar arasında şefaat kılış çeklengen. Şefaat çeklengen. Ne için diye vaqtida bir taraftan
Bayaqı degandek misal bir jinoyatchi jinoyatini tortish u jinoyatchining haqqi. Misalda u jinoyatchiniki haqqi bo'lgan narsaning o'zini u yerda tortqizmay, uning o'zini u jannatga kirib olsa, agar haqiqiy shaklda uni surishtirgan vaqtda u odamni haqqidan mahrum qolg'izgan bo'ladi degan bo'ldi. Alloh taolo u yerda u jinoyatchiniki haqqini, ya'ni qilgan ishiniki haqqini beryapti u yerda. Bir odam bir yerga berib, misolda men zahar olaman desa, o odamga zaharni berish, ya'ni o'zi agar shu zahar bo'lsa, pulsiz qarta zaharni bersa, o odamniki pulsiz qarta haqqini bergan bo'ldi misolda. O odam niyat shunday bo'lgandan keyin. Bir yerga berma asal olaman desa, o odamniki pulsiz loyiq holatda asalni bersa, o odamniki haqqini bergan bo'ldi odatda. Xuddi shunga o'xshash qilgan ishi yomon bo'lsa bu dunyoda, o odamniki erishilgan haqqi nima degan vaqtda yomon oqibat bo'ladi. O yomon oqibat o odamniki ishiga kelgan bir o'zi haqqi bo'lib hisoblandi. Uning uchun o bir shafoatchining o'zi qo'pib, uning shafoat qilib, "Ma'menik urug'tuqqunimda yoki mening agash kuchimda, yo mening ummatimda" deganga o'xshash, shunday o'zi banali bilan uning o'zi shafoat qilib chiqarib olmadi desa, u yerda u jinoyatchiga zulm qilgan bo'ldi degan gap. Haqiqatni buzib, jinoyatchining elishga tegishli haqqini ziyonga uchratgan bo'ldi uning o'zi. Uning uchun bu yerda bu haq masalasi mana shunday o'zi mantiq jihatdan, falsafa jihatdan uning o'zini so'zlagan vaqtda Qur'oni Karimning zaten har bir o'zi prinsipi mantiq ustiga, falsafa ustiga qurilgan bir o'zi ajoyib o'zi bir nima hamda kitob. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haq botil degan masala kelgan vaqtida mana haq shunday bir narsa. Yana Sura Baqaraning 147-oyatda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq sening Rabbingdan berildigan narsa. Buni hech qanday ikkilanmasan deydi. Bu ikki xil ma'noga keldi bu yerga haq. Birisi Qur'oni Karimga to'g'ri keldi. Qur'oni Karim sening Parvardigoringdan berilgan bir kitob. Uning uchun buning ishonishda hech qanday sen ikkilanma degan gap bo'ldi. Bu ishonsan bo'ladimi, bo'lmasmi deb sen uning unday ishkilinib yurishga hech qanday hojat yo'q. Chunki sening Rabbing bergan narsa hech bir zaman seni ziyon topqizdigan, seni halok qildigan bir yo'lga olmaydi. Uning uchun buni hech ikkilanmasdan uni o'zini qabul qilsang, to'g'ri narsani qabul qilgan bo'lsa degan bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi degan vaqtda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" degandan-ki, yana bir o'zi oxirat keldigan ma'nosiga kelgan vaqtida oxiratda har bir insonga Alloh taolo u insonning qilgan ishiga loyiq holatda haq berdiganligiga, xato ish qilgan bo'lsa xato ishiga loyiq, to'g'ri ish qilgan bo'lsa to'g'ri ishiga loyiq haq berishida hech qanday shubhi bo'lmasligining o'zini Alloh taolo bu yerda bizga tushuntirdi. Bu yerda o'zi boshqa so'rlardan bor, misol "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara" degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, inson dunyoda zarrachilik yaxshi ishni qilgan bo'lsa, qiyomatda uniki zarrachilik yaxshi o'zi tarafini ko'radi. Zarrachilik yomon ishni qilgan bo'lsa, uniki zarrachilik o'zi yomon natijasini ko'radi. Ya'ni uni haqqini oladi u yerda degan gap endi. Hech bir insonniki bu dunyoda qilgan ishi u dunyoda Allohning oldida u netinchisiz qolmaydi. Ya yaxshi netinchi oladi yoki yomon netinchi oladi. Va mallahu bizallamil abid degan o'zi nurg'un oyatlar bor. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo bandalarga hech qanday zulm qilmaydi. Chunki inson u yerga dunyoda o'zi Qur'ondan iborat bu kitobni o'zi avatib, uningdagi mana mush yo'lchi manglar deb insonlarga buni o'zini buyurgandan keyin buni ko'rsatgan yo'lchi mangmagandan keyin, mangalni mengib, mangmagandan keyin mangallarning oldiga haqqi, mangallikqa loyiq holatda
yaxshi netinchilarni oladi, u uning haqqi bo'ladi va yomon ish qilganlarniki haqqi bo'lsa, shu qilgan yomon ishiga loyiq narsani elish uning haqqi bo'ladi. U vaqtda Alloh taolo hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Chunki haqqini bergan bo'ldi u. Bir rivoyat var. Rivoyatni qo'shib qo'yaylik ancha-muncha. Bir narsa var-da. İnsanda Alloh taolo o'zi buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda menib buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, nim qilgan bo'ldi desa, Allohniki bu o'zi ko'rsatgan yo'lga qarta haqqini bergan bo'ldi. Hamda u insonniki Allohning ustidagi haqqi nim bo'ladi degan vaqtda qiyomat kuni uning o'zini jannatni mukofotlantirish yoki jannatni berish u insonniki haqqi bo'ladi degan bir rivoyat bor-da. Mana shu oyatlik mazmuniga to'g'ri keldi. Bizniki odatdagi maqol tamsillarimizda bor, ishlaganni tushunadi. Ishlagan o'zi sen ishlasan, ya'ni yaxshi ishni qilsang, yaxshi natijaga erishsan. Uni ta'tirsiga o'rsak bo'ldi, yomon ish qilsang, yomon natijaga erishsan. Hech qanday u yerda qilgan ishing zarrachilik boy deganki oyatning mazmuniga asosan qilgan ishingdan zarrachilik yaxshi yomon ishing bekor ketmaydi. Hammasi zaten o'zi yozilgan daftarga yozilib turdi. U qiyomat kuni uning qarta uniki loyiq holatda uning javobi berildi. Onun için insanlar kıyamet günüsü özü Allah'ın aldıda mağmağız nahak gitip ketdi deydigan undaq hiç qandaq bir narsa bo'lmaydi. Nima ish qilgan vaqtda inson dunyoda ashning uchun harakat qildi. Aşı narsaga erishish uchun harakat qilgan bo'ldi. Alloh taolo erishgan narsani, erishadigan natijasining o'zini u inson qiyomat kunida bergan bo'ladi. Hech bir zaman unga zulm qilgan bo'lmaydi. Shuning uchun bu haqqini olgan bo'ladi mana shu aytgan vaqtida. Hamda din, Allah'nınki dini hamda islom dinidan iborat. Bu dinning o'zi nima degan vaqtida din insoniyatga shunday to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan shunday bir narsa. Eğer o'zi bu shu din orqali insonlar mangan vaqtida u qandoq o'zi natijalarga erishadi, bu dinni Alloh taolo nima deb ataydi degan vaqtida shu Sura Maidaning 3-oyatida al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina degan bir oyat bor misolda. Bu yerda ne'mat, men bergan insonlarga bergan bir ne'mat deydi buni o'zini. Allah'nınki insanlığa bergen bir nimeti, mükemmel qilib bergen bir nimeti, insanlarniki eğer her bir insan o'ziniki e'tiqodi, qilgan ish harakatları, yani söz harakatları, bu narsaning hammasini Qur'oni Karimdagi e'tiqod sohasidagi, so'zni so'z sohasidagi, harakatlarni harakat sohasidagi prinsiplarga solgan vaqtida o'zi qandoq e'tiqod ekan va qaysi so'zlarni qilib qandaq harakatlarni qilib uning hammasiga o'zi baho bera oladi misol. Baho berib, men to'g'ri o'zi e'tiqod turib o'tibdimi yoki xato e'tiqod ekanmi? Yoki to'g'ri so'zlarni qilib o'tibdimi yo xato so'zni qilib o'tibdimi? Yoki to'g'ri harakat qilib o'tibdimi yoki xato harakat qilib o'tibdimi deb Qur'oni Karimdagi nizomlarga asoslanib turib, o'zining qilgan ish harakatlarining o'zini u yerda xulos chiqara oladi. Mushu xulos chiqara oladigan darajadagi bundaq bir kitob nima degan vaqtda Alloh taolo tarafdan insoniyatga berilgan eng yaxshi bir ne'mat deb hisoblanadi. O Alloh taolaning bundaq o'zi yaxshi bir ne'matning o'zini insonlarning qabul qilmasligi bu Alloh taologa bo'lgan bir tuzkorlik deb hisoblanadi. Agar o'zi bu ne'matni qabul qilgan bo'lsa, buning o'zini joyida o'zi ijro qilmasligi, joyida yetkazmasligi bunun özü hem Allah Teala'ga özü tuzkorluk qilgan bo'ladi. Şoň Allah Teala Qur'anda Zuha suresinde deydi ve emma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yana insonlar haqni qabul qilish, haqni e'tirof, haqni o'zi bilish bir masala, uni qabul qilish
e'tiqodiga singdirish bu ikkinchi bir masala. Uningdagi uni so'zlash, uniga amal qilish bu uningdan o'zi yuksak bir darajadagi bir cho'ng bir uchinchi bir masala yani. İnsan haqni o'qish, uni bilish masalasi bu jiq odamlar uni qila oladi. Ammo uni e'tiqodiga singdirib, uningga amal qilish masalasi bu nihoyatda ikkinchi cho'ng bir masala. Uchinchisi degan vaqtda uning amal qilishning sirtida boshqa insonlarga yetkazish misolda o haqning o'zini. Boshqa insonlarga so'zlash buning o'zimi nihoyatda o'zi uningdan cho'ng masala. Onun uchun bu yerda Alloh sura Duhoning o'zida sen Alloh bergan, ya'ni sening Rabbing bergan ne'matni sen so'zla deydi-da. So'zla deganning o'zi, ya'ni payg'ambar va ashuni bilgan butun o'zi bilgan insonlarga mayli u hayotida shuni o'qib bilsin yoki keyin o'zi o'qish jihatda yoki shunday ungan holatda bilsinmi, Aşının özünü sözleş, bu insandaki üstündeki vazife hesaplandı. Onun da hem müstehkem turalışının özü, hem onun da çok bir vazife hesaplandı. Yani hak, ondak belki onay bir narsa emas. Onunki nihayet çok xatarları var, çok özü insanlığa keldiğen hakaretleri var. Misal hazır mı şu Kur'an'ı sözlep kitabımız, bu sahada insan tilga og'siz holatda haqoratlarni anglayotimiz, haqorat qilmayotgan qarindoshlarimiz bor, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Tilga oldim Alloh rozi bo'lsin hamda. U boshqa nima deymiz? Bir kunsa o'zi Alloh bir insof bersa Alloh taologa insof beriklik zaten. Bir kunsa o'ngchilik qilishga ko'zimiz yetiklik uning uchun ularga Alloh rahmat qilsin. Ama Bir savol sormasam bulamdı. Bo'ldi. Masalan, bir adam haqni tunib yetdi. Ondan keyin bu haqni yetkazishga tirishdi-chu, masalanchi. Ana boshqalar deydiki, sen tamam, sen bu Qur'onni o kadar tushunib 1400 yil yanqisi bilmagan olimni sen bilib ketdingmi? Sen shundoq ya biyaninki universitetninki bilmasi bo'lmay, yoki biz Qur'onning hamma narsiga sen to'liq ijro qilib bo'lib, oningdagi kamolat yetgandiki yetkazmamsa degandek manda gaplar bor. Buniga biz qanday muomala qilishimiz kerak? Bu gap to'g'rimi? Endi buning o'zini sal bilib ketdingmi? Shunchalar jiq olimlar tutsa, ular hech nima demagan tutsa degan bu intayin xato narsa. Bu narsa zaten bu bizning zamonimizda bo'layotgan narsa emas. Payg'ambar alayhissalom butun payg'ambarlarning zamonida bo'lgan ishlar. Payg'ambar alayhissalomning zamonida odatda sal deyotamiz buning sal bilib ketdingmi? Bizning ota-bobamiz hech narsa bilmabdi degandek unda sen o nurg'un haqoratlar shu vaqtda bo'lgan. Bir odam haqni so'zlasa, uning o'zini e'tirof qilish masalasi ayrı qilib qolsin. Kimning so'zlashi hozirgi vaqtda shu insonlarning kallasiga singib ketgan bir narsada. Kim so'zlasin, uning og'zidan chiqayotgan narsa to'g'rimi, xatomi? Buni o'zi nima qilish, buni bayqash, buningga o'zi diqqat qilish nihoyat yaxshi bir ish. Ammo uning o'zini sallisi yo'qan yoki nom atoqlari va insonlar so'zlasa to'g'ri bo'ladigan, bu odatdagi insonlar so'zlasa u xato bo'ladigan bundaq bir tushunchada bo'lsa, yoki o'zi ko'pchilik so'zlasa to'g'ri bo'ladigan. 20 odam ani e'tirof qildi, senikini o'zi bir odam e'tirof qildi, unda bo'lganiki seniki xato. Bu 20 degan birdan o'zi jiq deb o'tirib, bundaq o'zi baho berish, bu aqlga, mantiqqa aslo to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi narsa amaliyotga uygunmi, uygun emasmi? Amaliyot bo'layotgan masalalarni hal qilishda qanday bir rol o'ynaydi bu odamning deyotgan gaplari? Buning o'zini surishti qilish, uning dalil isboti bormi yo'qmi? Bundaq narsalarni surishti qilish bu nihoyat to'g'ri. Ammo u yerda kim deyotdi? Qanchalik odam e'tirof qilyapti, ko'pchilik e'tirof qilyapti yoki ozchilik e'tirof qilyapti? Bu oz ko'pga qarab uning o'zini e'tirof qilish bosqichiga kelib qolsa, u odam o'zi bir to'g'ri bir maydon turish emas. Bu alqi do'glang tavuz deymiz uni. Qancha jiq odam bir tarafga o'tsa, ha bo'ldi,
jiq odam ma tarafga o'tib deb do'langat a tarafga o'tadigan maydoni yo'q insonlar deb qaraymiz uni o'zini. Zaten Qur'onda shunday deylik. Haq deganning o'zini hech kim e'tirof qilmasa-mu yoki o'zi bir odam e'tirof qilsa-mu, u bir haq. Ming odam ya butun insoniyat e'tirof qilsa bir botilning o'zini, u botil. U asla o'z haq bo'lmaydi, asla to'g'ri bo'lmaydi u narsani o'zi. Masalan, butun insoniyatning o'zi aroq ichsa bo'ldi degan bo'lsa, u vaqtda u butun dunyoda 8 milliard inson o'zi aroq ichsa bo'ldi desa degan bo'lsa-mu, shu narsa o'zi xato. Uning o'zini hech bir insonning o'zi kallasida o'zi aqli o'sha joyida bir inson u xato u deb uning o'zini bir diyalishi mana aytib o'zi mo'yin bir masala. 8 milliard inson uning o'zini to'g'ri deyotsa, sen yolg'iz bir tal turib uni xato deyotsa, deyish u o'zi aql mantiq to'g'ri kelgan narsa emas. Misol bir odamning o'zi to'g'ri gap qilayotgan bo'lsa, odam o'ltirsa bo'lmaydi, oq ko'k deb gap qilayotgan bo'lsa, uning o'zini sen yolg'iz ash gapni qilyapsa, butun insoniyatning o'zi bu bo'lib deyotsa, deyishning o'zi u bir xato narsa. Uning uchun uni e'tirof qilgan insonlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, u hech qanday rol o'ynamaydi. Chunki haqiqatni zodi e'tirof qilgan inson davomli oz bo'lgan tarixda. Uning uchun bu haqni o'ttirib chiqargan odamlar nurg'unlagan shunday zulmlarni chekadigan, yolg'iz qoldirildigan, yaklindigan, jamoat tarafdan haqoratlandigan, misol shu mana bu tarixni o'qigan vaqtida hayron qolib payg'ambarlarning zoti butun payg'ambarlarning tarixi ashundaq. O'z qavmi tarafdan, o'z millat tarafdan haqoratlangan, shu yolg'iz qoldirilgan, ashundaq holatda hatto o'ltirmiz deb o'ltirilganlar bo'lgan hatto ashundaq o'zi cho'ng nimalar yuz bergan. Ammo bizniki o'zimizning tarixiga kelsakmi, misol shu millatiniki g'amini qilib ashundaq o'zi kurash qilgan insonlar qarshi elinmagan. Mesela El-Farabi'nin misalga alsa, El-Farabi'nin o'zini o'z zamonida undaq jiq odam bir e'tirof qilgan odam emas. O'lib ketgandan keyin u yoki perishtaga aylanib butun insonlar uni voy andaq de, mandaq deydi. Hozir shu El-Farabi'nin kitobini akilib mayda o'qib bersa, yana mush molla o'zi e'tirof qilmaydi uning o'zini. Voy bu kafirga deyishdan yanmaydi misolda. Yusuf Hasajib deymiz, Mahmud Qashqar deymiz. İnsanlar yani öz milletimiz, alimlerimizni e'tirof qilmoq nurg'unlari, hatto haqorat qiliqlik, hatto hozirgachilik. Mushu El-Farabiniki, Yusuf Hasajib, Mahmud Qashqarning kitoblarining o'zini beboshdan o'z o'qib, boshdan oxir ash kitobni o'qib tugitib baqqan odamlar endi barmoq sanoqdek va desak, endi biz bilmagandik uni undaq yakun chiqarib olmaydi. Lekin u bir qancha % chiqishi mumkin. Baştan ahir öz o'qib chiqqan insonlar. Xuddi bizniki ajdodlarimizdan o'zi hech qanday bir olim chiqmagandek, faqat mush arablarning hikoyasini o'qisa, ilm o'qigan bo'lgandek, mundaq bir holat bizda shakllanib ketdik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, kim desin, mayli o'zi uning o'zini bir musulmon olim desin yoki payg'ambar desin, yoki olmaydi uning o'zini bir mushrik desin. Onun ağzından çıkan narsa to'g'ri bo'lsa, o haq bo'ldi. O to'g'ri narsa bo'lgan bo'ldi. Uni e'tirof qilish o'zi bir insonniki majburiyat degan gap. Yani to'g'rini to'g'ri deyish bizniki o'zi insonlik vaziyatimiz yani. Yani Sör Yunus'nik 30 yani tugudimi ya nimalar? Yok, tamam, bak 5'teki sualga cevap verdiler. Aqışta mesela sen çoqqu maşınınga üzden tulluk emel qıp bolgandan keyin kemalat yetip bolgandan keyin anda sözlememse degan gapga nisbatan masalanchi. Endi bu yerda Qur'onning ichida nurg'un nimalar bor, endi insonlarning qilishiga buyurilgan ishlar bor. Uniki bir qismlari misol inson hayot vaqtida qila oladigan ishlar bor. Bir qismlari vaqti kelganda, fursat kelganda qiladigan ishlar bor. Misol jihad masalasi deymiz, ya'ni vatan uchun kurash qilish masalasi. Undaq masalalarning o'zida qo'liga qurol olib turib kurash qiladigan mundaq masalalar bo'lgan vaqtning o'zidami? Bundaq ishlarning o'zini
shu ishni qilish vaqti kelgan chog'da qiladigan ishlar bo'ladi. Uning oldida uniki boshqa shaklni qiladigan ishlar bo'ladi misol. Uning uchun Qur'oni Karimning ichidagi butun farzlarning o'zini bir inson hayotida 100% ado qilgan insonlar asosan bo'lmaydi deyishga bo'ladi. Chunki u alqi o insonning hayotida shunday bir fursat kelmay o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Qilgan ishlar bo'ldi, masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilishga o'xshash, masalan, kishilar xayr ehson qilishga o'xshash, kishilarga tabliq qilishga o'xshash bunday ishlar bo'ladi. Bu ishlarning o'zini ko'p insonlar qila oladi. Ham qo'ldan kelgan ish bo'lganligi qila oladi, ammo uniki cho'ng ishlar kelgan vaqtda jamoat bilan, millat bilan umumyuzlik bunday qilgan ishlar kelgan chog'da, shu vaqti kelganda, fursat kelgan chog'da qilmasa, vaqt kelishdan burun qilgan ishning o'zi mag'lubiyat bilan oxirlashgan gap. Hozir biz haq-nohaq masalasi ustida to'xtalyapmiz. O haq-nohaq masalasi deganning o'zi, ya'ni u ishni qilgan vaqtida uniki cho'qim to'g'ri bir natijaga erishish uchun u erishilgan vaqti, fursati kelgan vaqtda qilgan vaqtda u haq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda sen uni tamoman qilib bo'lgan vaqtda uning uchun kemmamsa degan gapning o'zi tamoman o'zi oqmaydigan bir gaplar. Misol, o'sha odamning o'zimi o qadar o'z gapni qilgan bilan hech qanday bir ish qilmoqlik yoki qismini oz sonlik bir ishni qiliqlik, u gapini nima ish qiladi desa, boshqa odamni gap qilmaslik uchun deydi uni o'zi. Hozir deyotdi-ku, misol bizning o'zim deydi, meni shaxsan voy u degan o'qimagan, oyatning o'zini tuzuk o'qiy olmaydi degan gaplarni qaysalib. Bu bizniki misol 56 yoshga kirgan bir odam, ba'zi vaqt bu xat ushshoq, uni o'qiy olmay qolgan ishlar bo'ladi. U tataslab o'qiy olmay qolgan vaqtning o'zida u odamning o'zi hech nima bilmaydigan inson bo'lmaydi. Sen u yerda deyotgan so'zlarniki amaliyotga uyg'un emasmi, Qur'oni Karimniki o'zi maqsad muddaosi uyg'un emasmi? Buning o'zini surishtir qilish kerak. U yerda u odamniki yoki nurg'un so'zlarda misol darhol tep bo'lamay u gapning o'zini tataslab qoldigan ishlar bo'ladi. Bundaq vaqtning o'zida sen mandaq ekansiz deb u odamniki ahvol qarta ma'ni etmay, u odamniki og'zidan chiqayotgan gap to'g'ri gap chiqyaptimi, xato gapmi, buniga diqqat qilish lozim. Ya'ni u odamniki qalpig'i muhim emas. Qalpig'ining o'zi damolla bo'lsin yoki bo'lmaydi, Misr Azharni bitgan doktor, professorlar bo'lsin, u hech qanday ahamiyatli emas u narsa. Faqat shu odamning og'zidan chiqqan narsa to'g'rimi, xatomi? Buningga qarash kerak. Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Buning qarash kerak yani. Shuning uchun sen o'qimagan bo'lsang, sen o'z hech nima bilmay turib, uningdekini so'zlayapti, seni degan to'g'ri, xato. Deyish o'zi hech qanday aql mantiq qabul qilgan narsa emas. Bu yerda nurg'un programmalar dedik, misol mayli olim desin, mayli kim desin, u gapning to'g'risiga to'g'ri, xatosiga xato deb o'zi qarash bu insoniy bir axloq. Misol men shu nimadan o'zi tuzumlar ichida nurg'un tuzumlarni o'qib chiqib bo'ldim. Mayli sotsializm bo'lsin, kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, demokratiya bo'lsin, misolda laik bo'lsin, shu tuzumlarni hammasini o'qib chiqdim asosan. Shuning ichida nurg'unlagan to'g'ri narsalar bor. Misol, u to'g'ri narsani o'zing sen ko'zingni yumbabligi xato deyishga qanday sen o'zi inson bo'lsa vaqtning o'zi. Mayli uni Marks yozsin, mayli o'zi boshqa odam yozsin, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Ammo uni yozgan narsaning ichida nurg'un to'g'ri narsa bor, xato narsa bor. Misol, Angliyaning qonun deymiz, Yevropaning qonunlarining ichidami biz qabul qilolmaydigan qonunlar bor misol. Uni zaten bizni shu qonunni qilsa, shuning o'zi qonun, buni sen ijro qilsa deyotgan odam yo'q. Uning uchun u yerdagi narsamiz xatosini o'zini biz qabul qilmaymiz o ishning o'zini. Misol, erlar bilan ayollar bilan bir uyda yashaydigan bunday ishlarning o'zini qabul qilmaymiz odatda. Uni to'g'ri deb qaramaymiz. Hamda o'z davlatimiz sen mushundaq yashaysa deb o'z hech kimni majburlamaydi. Unday bo'lgandan keyin to'g'risini qabul qilamiz, xatosini o'zini bu xato deymiz. İsyan qilmaymiz, xato deymiz zaten. Agar o'z qo'limizdan kelsa, mush narsa xato deb o'zini davlatga iltimosimizni sunsak bo'ladi. Unda hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda
insonniki qaysi millat bo'lishi, misol bizda bir arab kelib, hech qanday diniy sohada o'qimagan bir arab kelib arabcha so'zlasa, u xuddi shu perishta kelib so'zlayotgandek, shundoq o'zi uni e'tirof qilib ketadigan ishlar bor. Masala bu emas. Arab so'zlsin, ingliz so'zlsin, uyg'ur so'zlsin yoki boshqa millat so'zlsin, kim so'zlsin, u to'g'rini so'zlayaptamdi yoki xatoni so'zlayaptamdi. Masala bu. Qilgan so'zi to'g'rimi yo xatomi? Bu orqali o'zi xato to'g'ri bilan baholash kerak uni o'zini. Qaysi millat qanday qalpig'i odam so'zlasa, u to'g'ri bo'lgan. Yoki hech qanday qalpig'i yo'q, yoki odat yana bir millat so'zlasa xato bo'lib qolgan, bunda qoida aslo mavjud emas. Misal Sura Secde'nin 10. ayetida haqqal qavlu minni la'amlanna cehenneme degan mush oyatning oxirgichilik mushu nimqa vaqtidimi? Meniki cehennemning o'zini inson va jindan to'shqizma degan so'zimning o'zi haq bo'ldi deb Alloh taolo shu Qur'onda shuni deydi. U nima degan bo'ldi desa, men inson bilan jinning o'zidan yana to'shqizmachi yo'qim. Qanday bo'lishini qatnazar degan so'z emas. Bu nima degan bo'ldi desa, ularning qilgan ishi o'sha kirishga o'zi haq bo'ldi. Ya'ni ularning haqqi shu. Ya'ni ular qilgan ishiniki natijasini xulosalagan vaqtida, misol, ash xulos chiqdi, uning uchun jahannamga kirish ularning haqqi degan ma'no chiqadi misol. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ yana Sura Mu'minning 71-oyatida oxirgichilik. Yana bu nima degan bo'ldi desa, bu oyatda agar haqiqat ularniki orzu havaslariga ergishadigan bo'lsa, u vaqtda ish tamoman o'zi ostin-ustin bo'lib ketgan bo'ladi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq bo'lgan, ya'ni haqiqat bo'lgan bir narsaning o'zi botil bo'lgan, xato bo'lgan bir narsaga ergashgan vaqtida u tamoman o'zi vayron bo'ldi degan. Shunga bir rivoyat bor. Qachoniki ish o'zniki ahli bo'lmagan odamga topshirilgan vaqtda qiyomatni ko't degan bir so'z bor. Bu nima degan bo'ldi desa, ishni bilmaydigan bir odam ishniki beshiga, ya'ni bir ishnikni qilmoqchi, u ishni bilmaydigan bir odam u ishning beshiga keldi. Demakki, shu ishning qiyomati ashadi boshlandi degan. U ishni buzdi-da u. Boshqa nima ish qildi? Masalan, biz siyosat to'g'riliq o'tganda bir programmada so'zladik. Siyosatning ustiga siyosat bilmaydigan bir odam kelsa, u vaqtda u yerdagi bizniki siyosiy ishlarimizni vayron qildigan gap. Iqtisodning ustiga iqtisod bilmaydigan bir odam kelsa, iqtisodimizni vayron qildigan gap. Uning uchun Qur'onda omonatni ahliga berish, u omonatniki ahliniki haqqi bo'lib hisoblandi. Masalan, bir oshxonaga say qo'riydiganga bir odam olmoqchi bo'lsak, shu sayni qo'riydigan, say qo'rishni biladigan bir odamga u berish, u yerning o'zini qozon beshini, u saychiniki o'zi haqqi bo'ladi. Agar biz u sayni qo'rishni bilmaydigan bir odamni u yerga ekib qo'ysak, u vaqtda 2 kunda oshxonadan xaridor qechib ketgan gap. İşimiz tamamen ziyan bilan oxirlashadi. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, qandoq yer bo'lishini qat'iy nazar u yerga u haqqi bo'lgan insonlarni yoki ish bo'lsa, to'g'ri keladigan haq bo'lgan ishni shu yerda qilish bu insonga manfaat keldi. Misol o'tganda bir o'zi kurash qilish to'g'riliq so'zlagan vaqtimizning o'zidami shu gaplar chiqdi. Misol vatan uchun kurash qiladigan vaqtida vatan uchun kurash qiladigan shart sharoit to'liqlangan vaqtning o'zida, ya'ni kelgan vaqtda kurash qilmaslik nihoyat og'ir jinoyat deb hisoblandi. Ya'ni kurash qilish haq bo'lgan vaqtda kurash qilmaslik bu insonlarniki o'tkazgan eng og'ir jinoyat bo'ladi va uning haqqi nima bo'ladi? Kurash qilmaganning haqqi nima bo'ladi desa, u o'zi yo'q bo'lish yoki zulm, qattiq o'zi zulm chekish bilan oxirlashadi. Endi kurash qilish, yana misol qurolliq kurash qilish deyli. Qurolliq kurash qilishniki vaqt kelmagan vaqtda qurolliq kurash qilish degan vaqtda
u millatni yana vayron qilish bilan oxirlashgan gap. Ya'ni har narsaning o'zini shu o'z vaqtida, ya'ni siyosatni siyosat qilgan vaqtida, qurolliq kurash qilgan vaqtida qurolliq kurash qilish, shunday har narsani o'z vaqtida qilish, o'z yo'lida to'g'ri qilishning o'zi nima bo'ladi desa, u ishniki haqqini bergan bo'lib, to'g'ri haqqini bergan bo'ladi. U inson haqqini qanday qiladi degan vaqtda u o'zi agar vatan uchun kurash qilgan vaqtda vatanni ozod qilishdan iborat bu haqqiga erishgan bo'ldi inson. Ya'ni o insonlar shu vatanniki mustaqillikka erishish u insonlarning haqqi bo'ldi degan gap. O'z vaqtida uning loyiq, to'g'ri o'zi kurash qilganligi uchun u vatanga erishish ularning haqqi bo'ldi. U odamlar vatanga erisha olgan gap. Shunga u yerdagi narsa nima degan vaqtda uni to'g'ri qilmay, uning o'ziga oldiga chiqqan insonlar, to'g'ri insonlar chiqmay, uni loyiq bo'lmagan insonlar chiqqan vaqtda u ish tamoman vayron bo'ladi. Undan u vayron bo'lgan vaqtda biz uniki to'g'ri haqqini berolmagandan keyin bizning oldiga haqqimiz nima bo'ldi? Mag'lubiyat bo'ldi degan gap. Yani o'zi sura Rumniki 47-oyatdimi kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan mush oyatning o'zidimi mu'minlarniki Alloh taolaning kitobiga to'g'ri o'zi amal qilgan, uniki haqqini to'g'ri berib, har ishda o'zi shuni muvofiq ish qilgan mushundaq mu'minlar bo'lsa, u mu'minlarga bizniki yordam qilishimiz haqqi bo'ladi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo osmondan farishtalarni tushirib, yoki Alloh taolo o'zi tushib o insonga yordam qiladi, o mu'minlarga. Unda qilmaydi. O mu'minlar to'g'ri ish qilganligi uchun to'g'ri ishniki haqqi nima bo'ldi desa, g'albiga oxirlashgan gap. O g'albi qilish, g'albini qo'lga keltirish, ya'ni g'albini qo'lga elish, u mu'minlarniki haqqini qo'lga olganligi deb hisoblanadigan gap. Bu alqi xuddi yerga bug'doy tergan inson shu bug'doy oladi, qo'noq tergan inson qo'noq olganga o'xshash, inson dunyoda qaysi ishqa qanchalik o'zi holatda ajr singdirsa, shu ajrsiz qarta u haqqini oldigan gap. Shuning uchun bu yerda haq masalasi kelgan vaqtida bu nihoyat o'zi bizniki milliy masalamizdan tortib, odatdagi shu turmush, odatdagi oila turmush, o'zimiz shaxsiy turmushlargachilik qadar uning hammasiga mos keladigan bir kelima. Har ishda biz shunga loyiq harakat qilgan vaqtda, to'g'ri harakat qilgan vaqtda uniki yaxshi natijasini elish bizning haqqimiz bo'lgan gap. Uning o'zini biz manchilik narsaga erishibmi deyishning o'zi hech qanaqa hojat yo'q, chunki erishkidak ishni qilgandan keyin u erishadigan gap. Yana o'zi sura Yunusning 103-oyatida kazalik haqqan alayna nunjil mu'minin degan mush oyatning o'zidami yana yuqorqi o'zi bir qancha oyatlarni xuloslab kelib bizning ustimizga mu'minlarni nijot topqizish u bizning ustimizdagi haqqi bo'ldi deydi. Bu yerda nima bo'ldi desa, Alloh taolo o'zi kelib insonni mu'minlarning o'zini nijot topqizish bizning ustimizdagi uning haqqi deganlik emas. Mu'minlar shu qilgan yaxshi ishiniki, to'g'ri ishiniki natijasini elish, yana o'zi bizniki prinsipimiz bo'yicha u o'zi shu mu'minlarning haqqi bo'lib qoldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi nasl nima degan vaqtida har odam o'ziniki qilgan ishi qarta, yani nima terisi shuni oladi degandek o'zi yani nima tergan bo'lsa o tergan narsa qarta shu natijasini elish u odamning haqqi bo'ladi degan o'zi ma'noga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu yerdagi hech qanday ish qilmay turib, misol bizda bu ishlar davom qilyapti, uzun ketmay 97-yili haramga borgan vaqtida shunday bir parokanchilikni ko'rib ichim siqilib ketgan. Shu Muzdalib nima? Mina deymiz, Muzdalib deymiz, Arafat deymiz, Ash'alasida shu top Uyg'urlar shu
ay duo qilayotgan zodi, ah ko'k zodi, vatanning mustaqilligi to'g'ri duo qilayotgan shunchalik o'zi. Endi agar duo qilish bilan ish putidigan ish bo'lsa, men o'ylaymanki, vatan ming qatim az bo'lsa ozod bo'lgan bo'ladi. Biz uningga vatanni ozod qilishdan iborat kurashni qilmaganligimiz uchun uningga loyiq o'zi biz haqqimizni ololmadik. Shuning uchun bu yerdagi narsani bu degan vaqtida o'z vatanniki vatanni ozod qilgandek holatda bir o'zi kurashni qilgan vaqtida u narsa qo'limizga mutlaq holatda keladi degan gap. U bizning haqqimiz hisoblandi. Endi bu Qur'onda yana sura Ibrohimdagi 27-oyatida yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirah va yudillullohu az-zalimin va yaf'alullohu ma yasha degan oyatning o'zidami shu haq, nohaq, ya'ni haqidagi oyatlarni xuloslagan shaklda shunday bir bayonotlar bor misol. Qavli sabit, yani ispatlangan yusabbitullohu allazina amanu bil qavli sabit fil hayati dunya. Hayatı dünyada o'zi qavli sabit Qur'oni Karimga o'zi ishongan insonlarni hayatı dünyada o'zi Alloh taolo isbot qilib ko'rsatdi insonlarga. Va oxiratda isbot qilib ko'rsatdi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimga ishonib, shu bo'yicha shu ko'rsatgan bo'yicha ishlarning o'zini to'g'ri hal qilgan insonlar dunyodami g'alabaga erishgan degan gap bizga nisbatan. U qosidasi misol Payg'ambar alayhisolamning zamonasida Payg'ambar alayhisolam boshchiligida Qur'oni Karimning yetakchiligida har masalaning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga solish orqali to'g'ri hal qilib manganligi uchun u yerdagi o'zi bir o'chim bo'lsa-mu shu musulmonlar oz bo'lish sifati bilan davlatni qurib shu g'alabaga erishgan. Mana shuning o'zi nimani bildirdi desa bu isbot. Bu Qur'oni Karimga to'g'ri o'zi esilib her ishining o'zini Qur'oni Karim orqali to'g'ri hal qilib manalasa u odamlar o'zi bu dunyoda g'alabaga erishadiganligini bildirdi degan gap bosh isbotga asosan. Oxiratga degan vaqtda qiyomat kunida ey Xudo, men o'zi musulmon bo'lgandim, mu'min bo'lgandim, Qur'onga ishongandim. Endi bu Qur'onga shunchalik ishonsam-mu, men dunyoda hech qanday o'z bu vatanimning mustaqilligini ololmadim. Ya ko'maydi bu o'z Qur'onning hech qanday foydasini ko'rmadim desa, u vaqtda hech qanday nima qilmaydi. Chunki bu yerdagi narsa nima desa, uni to'g'ri amal qilish masalasi bor. Ben to'g'ri amal qilgan insonlarga Alloh taolo nima deydi degan vaqtda, to'g'ri amal qilib, g'alaba qilgan insonlarni andaq bo'lsa, ma odamni nima uchun g'alaba qildi? Bu odamlar shuni to'g'ri eslab qilganligi uchun mana g'alaba qilgan, buning o'zi isbot. Agar sen bunga to'g'ri ishinib, to'g'ri amal qilgan bo'lsang, sen shular o'zi qozongan g'alabalarning o'zini qozongan bo'ladi deb o'tirib isbot qildiganligini o'zini ko'rsatdi. Yani bunun o'zini degan vaqtida dunyoda qilgan ishning hammasi oxiratda u odamniki qaysi narsaga haq bo'lganligini ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi degan gap. Yani qaysi narsaning o'ziga erishadi shu vaqtda. Haqqi nima bo'ladi? Yani o'zi jannat bo'lamdi, jahannam bo'lamdi, uning erishish, yani dunyoda qilgan ishniki işi qarta bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. İnsanlar dunyoda qilgan ishiga qarta go'ro'ga ilindi qiyomat kunida degan. O go'ro'ga ilindi degan nima degan bo'ldi desa, ishni oyoq qo'yib turib, ishi qarta insonning o'zi to'g'ri ish qilgan bo'lsa, yaxshi ish qilgan bo'lsa, Alloh ko'rsatgan prinsiplarga sep turib to'g'ri ish qilgan bo'lsa, u ish u insonni jannat kirishga go'ro'ga nima qilgan gap. Madem cennet kirisi buldu dep o'zi işi qarta Alloh taolo anıga o'zi anda xulos chiqardi. Dunyoda nima bo'ldi degan vaqtda dunyoda u odamniki ishlari to'g'ri bo'lgan bo'ldi, g'alba natijalarini qo'lga keltirgan bo'ldi. Agar u odam xato qilgan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa, xato ishni jiqqan bo'lsa, u odamning qilgan ishi
qiyomat kunsi u odamniki jahannam kirishiga o'zi sabab bo'ldi. Bu vaqtda u ishi jahannam kirishga go'ro'ga olgan bo'ldi shu ish odamning o'zini. Ya'ni ma ish bu odamning jahannam kirishiga layoqni to'shqazgan bo'ladi deb ishning o'zi uningga bir xulos sifatida o'ttirib turdi degan gap. Xudalqi bir odamga ma'nosini nima bersang, men ma'nosini go'ro'ga qo'ysam deymiz-ku. Mesela xuddi shunga o'xshash, mesela ma telefonning o'zini sana go'ro'ga qo'ysam, mayarsa o'zi 100 koy berib tursam, men 100 koyni tep ekib bergandan keyin telefonini bersang degandek o'zi go'ro'ga qo'ydigan ishlar bor. Xuddi shunga o'xshash, ishni go'ro'ga qo'yib, andan keyin biz o'zi kirdigan yerga andaq kirdigan. Onun uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda haq bo'lgan narsaga erishish o'zi o'zimizniki saviyasi, o'zimizniki qilgan ishiga qarta bo'lgan narsa. Bu yerda batil mana shu ashniki tamoman qarshi so'p hisoblanadi. Ya'ni haq deganni inson dunyoda qilgan ishniki mayli to'g'ri ish qilgan bo'lsin, mayli xato ish qilgan bo'lsin, shuniki eng oxirida oldigan natijasi shu odamning haqqi bo'lib hisoblanadi. Haq degan kelimaning o'zini xuloslagan vaqtida. Haqiqat deganning o'zini xuloslagan vaqtida, yani to'g'ri narsaga esilgan inson oxirsida to'g'ri natijaga erishadi degan o'zi bilan xulosalandi. Ha. Aşna iş endi qanday gap demoqchimi ya? Bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo inson bil jinni nima uchun yaratganligi haqida bir o'zi bizga bayonot berdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun debdi. İnsan bil jinni menga itoat qilsin uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Ya'ni Alloh taologa itoat qilgan insonlarniki hammasi yaxshi natijaga erishadi. Itoat qilgan degan nima? Og'izda emas. Og'izda uni e'tirof qilish, qalbida ham e'tirof qilish, ham o'z amaliyotida shuni qilish degan gap. Qilgan vaqtda u odam u Alloh taoloniki kitobidan iborat buning o'zi itoat qilgan bo'ladi. U odamni kirdigan yeri jannat bo'ladi yani. Chunki amali shu yerga olib gap. Hamda u yerdagi narsa nima desa, rahmat yo'li kirdi deganning o'zi u qilgan amalning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. O ish qilma, bu qadarchilik-ku bularni hammasini qilayotgan gaplar hammasi shu qadarchilik. O Alloh taolo xohlagan odamning o'zini jannatga kirdi. O kimga marhamat qilsa shuni o'zini akirdi. Bunda qarab quvg'inchiga o'xshash, quvg'in o'xshabdi, ashning o'zini mayagini qo'lay, quvg'inni o'zini